Assalomu alaykum. Petunia flowers kuzatib borayotganlar. Atirgullarimiz. Go'zalligini sizlarga ham ilindim. Yigirma 28 may holatiga atirimiz bu Jumila sortida. Explorer bor, Gladiator bor. Prut. Bu yoqda oxirida Catalina bor. 7 xil navini ekkanmiz. Bu bilan ochilib qoldi. Atirgul endi birinchi bekyapmiz. O'zimizdan ko'ryapmiz qanaqa bo'ladi. Matga ekkanmiz. Kakluska emas. Hop. 3 oy davomida yesiyimiz 1.9, pashimiz 6,5 5,5 bo'ldi. Endi hozir ko'tarilib katta bo'lib qolgandan keyin hozir pashimiz 5,5 6,5 bo'lsa, yesiyimiz 2 ko'tardi. Hozirgi kunda 8 mahal suv berilyapti. To'g'ri 8 mahal dori beryapmiz. Hop, gofralar ishlayapti. Chetga gofra qo'yganmiz. Tepada ventilyator 35 sotuga 21 ventilyator qo'yganmiz. Oldingi obzorda ham aytib o'tgandim. Hop. Hozir birinchi gullarni qayirgandik. Keyingi gullari ham yetib kelyapti. Bularni ham gulni olmoqchi emasmiz. Buni ham qayirib o'simma tagiga tiqib bundan keyingisini gulni sotishga qo'yamiz. Hop, 35 sotuga 7,000 ta atirgul ekkanmiz. 35 sotuga 40,000 ta 7 xil nav ekkanmiz. 7 ta seksa. Har bir seksiga addin navdan ekilgan. 7 xil nav, 7 ta seksa. 40,000 ta ko'chat ekkanmiz. Shundan bateriya bo'ldi. Ko'zlarimiz urmaganlari ham bor ichida. Tadan 2,000 tacha taxminan bateriya bo'ldi. Qayerdadir adashgan joyimiz bo'ldimi? Yo'qsa ko'chatimiz noto'g'ri keldimi? Yerlarimiz ham o'sha bu ortigidan bugun havo bulutliga birtinkani yopmaganmiz. Quyosh chiqqan kuni
bir tekani yopib olamiz yarim qilib. 2 soat quyosh tushadigan qilib bir tenkamizni yarmini yopib olamiz. Savollar bo'lsa yozaverasizlar. Iloji boricha javob qaytaramiz. Kuninglar xayrli va barokatli o'tsin.